Endi nima yesam sizlarga obzorchik qilaman. Qimmat narsami, arzon narsami? Shunaqa qilgim kelyapti mani. Bilmadim. Bu ham vaqtinchalik bo'lsa kerak. Xo'sh, bunga baho beramiz endi. Buni Toshkentda Nextda yegandim. Faqat guruchlisini yegandim buni. O'shaning uchun nima deyishga ham hayronman. Achchiq, как-то agar yemaganlar bo'lsa, men bu yoqdagini endi yeb ko'rdim. Qorma lag'monga o'xshaydi. Menga cho'ta tovug'i kamrog'iga o'xshadi. Chunki u yoqda yeganimda, yo balki taglarida bor ekan mana. Yo adashibman. Lekin tagini titsam chiqsa kerak. Toshkentda yeganim tovug'i kichikroq to'g'ralgan edi. Lekin har anaqa qilganimda guruch tagidan tovuq chiqib kelaydi. Bu yoqda ham menimcha bor tovug'i taglarida. Yaxshi. Ta'mi ham zo'r. Angrenda shunaqa narsalar ochilaversin deyim. Olib yeb ko'rishinglarni maslahat beraman. Qorninglar och bo'lganda faqat. Chunki bilasa achchiq narsa uncha to'q qoringa ketmaydi. Olib yeb ko'ringlar, yoqdi menga. Keyin nechidan necha qo'yganimni yozib qoldiraman.